Siz ham men kabi baxtli ota-onalar toifasiga kirishni istaysizmi? Bu toifaga aynan kimlar kiradi? Masalan, mening fikrimcha, baxtli ota-ona bu farzandiga do'st bo'lgan va farzandlari ham ularga do'st bo'lgan ota-ona. Sababi o'rtadagi do'stona munosabat ota-onani va farzandni bir-biriga yaqinlashtiradi va ishonchni ziyoda qiladi. Chunki har bir ota-ona farzandiga to'liq ishonishni istaydi. Bu borada farzandlarimiz biz bilan o'z hissiyotlarini bemalol bo'lisha oladigan darajada ularga ochiq bo'lishimiz va ularni eshitib bilishimiz kerak. Ular qalbida qanday savol-javoblar yashayotganini so'rash kerak, bilish kerak va bu bilan ochiq muloqot o'rnatib, ishonch kalitini qo'lga kiritamiz. Dilbandingizdan bugungi kunini so'rang. O'qishingda nimalar bo'ldi? Nimalar bilan shug'ullandinglar deng. Gaplariga quloq soling. Fikrlariga esa hurmat bilan yondoshing. Shu tarzda ular sizni nafaqat ota-ona, balki do'st sifatida ham qabul qilishadi. Ochiq muloqot qalblarni birlashtiradi. Axir ular bizning eng yaqin do'stlarimiz bo'lishi mumkin.